Stewardessalik kasbimni tark etganimda bir kun kelib jahon miqyosidagi travel content creator sifatida xalqaro sahnalarda turaman deb kim o'ylabdi deysiz? Bugun esa aynan shu yo'ldaman. Men Halal in Travel Content Creator Tank 2026 tanlovining finalchisiga aylandim va final bosqichi uchun Singapurga taklif qilindim. Bu yerga albatta yolg'iz kelmadim. O'zim bilan oyimni ham olib keldim. Chunki ona duosi har qanday tayyorgarlikdan, har qanday tajribadan ham kuchliroq. Final bosqichiga dunyoning turli davlatlaridan tanlab olingan 8 nafar travel bloger yig'ildi. Biz sahnaga chiqib o'z g'oyalarimiz, tajribalarimiz va mahoratlarimizni namoyish qilib, o'z loyihalarimizni taqdim etdik. Bundan tashqari Halal in Travel Global Summit 2026 konferensiyasida ham ishtirok etib, xalqaro auditoriya oldida so'zlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Yutganga nima va'da qilingan? Tanlov g'olibi maxsus homiylik asosida yangi davlatga sayohat qiladi va professional content creator sifatida faoliyat yuritadi. Bu men uchun shunchaki tanlov emas, bu yillar davomida qilgan mehnatim, tavakkalim va orzuyimning navbatdagi sinovi. Inshaalloh menga omad tilang.